Assalomu alaykum. Men Musofirdagi akalarim, opalarim, sizlarga bitta video murojaat bilan chiqdim. Shu videoni oxirigacha ko'rishlaringni so'rayman. Aka ukalar, opa singillar, mana shu bir iltimos bilan chiqyapman shu ko'rsatuvga. Mana shu gepatit jigar siyroz kasalligi bilan og'rib kelaman. 3 yil 4 yildan beri oxiriga choramiz shu operatsiya ekan, boshqa iloji yo'q ekan. O'shanga hozir ham dori ukollar bilan o'zimni ano qilib turibman. Juda palajinam og'ir ahvolda. O'shanga sizlardan iltimos, qo'llaringdan kelguncha hamma ko'pmi ehsonlaringni qilsalaring. Videoni ko'rdinglar. Bu onaxonimi Jizzax viloyatida haqiqatan operatsiyalar uchun pul yig'ilyapti. Operatsiya mart oyida bo'lishi kerak edi, lekin pul yig'ila olmagani uchun kechga qolib ketyapti. Juda ham kam vaqtlari qolgan. Operatsiya Hindistonda bo'ladi. Donor o'zlarining qizlari donor bo'lar ekanlar. Iltimos sizlardan akalarim, opalarim shu ro'za Ramazon oylarida shu onaxonimizni oila bag'riga sog' salomat qaytishlari uchun o'z hissalaringni qo'shishlaringni so'rab qolaman. Rahmat.